3. pora. Bismillahirrahmanirrahim. Әні şu peygamberlerinin ba'zisini ba'zisidan üstün qildik. Allah ularning ba'zisi, yani Musa alayhissalom bilan so'zlashdi va ba'zisining, yani Muhammad alayhissalomning darajasini yuqori ko'tardi. Maryam o'g'li Isoga o'liklarni tiriltirish, qo'chilarni, baras kesilni soqaytishga o'xshash ro'shan mo'jizlarni ato qildik. Uni Ruhul Qudus, yani Jibril alayhissalom bilan kuchlantirdik. Agar Alloh xohlagan bo'lsa-da, ulardan keyin kelgan ummatlar ularga ro'shan dalillar kelgandan keyin o'zaro urushmas edi. Lekin ular ixtilof qilishdi. Ba'zisi iymon etdi, ba'zisi kofir bo'ldi. Agar Alloh xohlagan bo'lsa-da, ular o'zaro urushmas edi. Lekin Alloh xohlaganini qiladi. Ey mo'minlar, so'd-setiq, do'stlik va Allohning iznisiz shafaat bo'lmaydigan kuni, ya'ni qiyomat kuni yetib kelishdan burun sizlarga biz rizq qilib bergan mol-mulklardan yaxshilik yo'llariga sarf qilinglar. Kufrani ne'mat qilguvchilar o'zlariga zulm qilguvchilardir. Bir Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Alloh hamisha tirikdir. Hammani idora qilib turg'uchidir. U mugdab qolmaydi. Uni uyqu bosmaydi. Osmonlardagi va zimindagi hamma narsa Allohning mulkidir. Allohning ruxsatisiz kimmo Allohning oldida shafaat qila olsin? Alloh ularning oldidagi, ya'ni dunyoda qilgan, kaynidagi, ya'ni ular uchun oxiratda tayyorlagan ishlarning hammasini bilib turadi. Ular Allohning ma'lumotidan, Alloh ularga bildirishni xohlagan narsalardan, ya'ni payg'ambarlarning tili orqali bildirgan narsalardan boshqa hech narsani bilmaydi. Allohning kursi, ma'lumoti osmonlarni va zaminni o'z ichiga oladi. Osmon zaminni saqlash uningga ig'ir kelmaydi. U yuqori martabalikdir, hammadan ulug'dir. Dinda uningga kirishga zo'rlash yo'qdir. Hidoyat gumrohlikdan aniq ayrildi. Kimki tağut, ya'ni Allohdan boshqa barcha ma'budni inkor qilib Allohga iymon etadigan, u sunmas, mahkam tutqini tutqan bo'ladi. Alloh bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, ishlarini bilib turg'uchidir. Alloh mo'minlarning egisidir. Ularni kufrining zulmatidan iymonning yo'riqligiga chiqaradi. Kofirlarning egisi shaytondir. Ularni iymonning yo'riqligidan gumrohlikning qorong'uligiga chiqaradi. Ani shular ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qolg'uchilardir. Parvardigori to'g'risida Ibrohim bilan munozirlashgan. Allohning ato qilgan podshohligi uni Ibrohim bilan munozirlashishga ilib kelgan odam, ya'ni Namrudni ko'midingmi? Ayni zamonda Ibrohim Allohning borligiga dalil ko'rsatib, mening Parvardigorim o'likni tirildiradi, tirikni o'ltiralaydi dedi. U, menmo o'likni tirildirayman, tirikni o'ltiralayman dedi. Namrud o'limga hukm qilingan ikki odamni chaqirtib kelib, birini o'ldirdi, birini qo'yib berdi. İbrahim Namrudning bundoq g'amaqatligini ko'rib, Alloh haqiqatan kunni sharqdan chiqara oladi. Xudolik da'vosi qiladigan bo'lsang, sen uni g'arbdan chiqarib boqqin dedi. Bundoq pakat oldida kofir ig'iz ocholmay qoldi. Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Yoki sen tam o'g'zilari yiqilib vayron bo'lgan xaroba shahar, ya'ni Baytul Muqaddasdan o'tgan kishini, ya'ni Uzayrini ko'midingmi? U ajablanib,
Allah bu şəhərinin ölgən ahalisini qandaq tirildirar, dedi. Allah onu 100 yıl ölük haltida turg'izib, ondan kamali qudretini ko'rsatish uchun tirildirdi. Allah farishta orqali uningdan bu holatda qanchalik turding deb so'radi. U bir kun yoki bir kunga yetmaydigan vaqt turdim, dedi. Allah aytdi. Undaq emas, to'liq 100 yil turding. Yemek içmekinge qarag'in ki buzulmagan. Eshkinge qarag'in ki uning so'ngaklari chirib ketgan. Sana yuqorqidek odatdan tashqari ishlarni qilganligimiz seni biz kishilarga qudratimizning dalili qilish uchundir. Bu so'ngaklarga qarag'in ki uni qandoq qurashtiramiz, ondan uningga go'sh qo'ndiramiz. Yuqorqi ishlar uningga aniq bo'lgan chog'da, ya'ni u ro'shan mo'jizlarni ko'rgan chog'da, u men Allohning hamma narsaga qodir ekanligini bildim, dedi. O'z vaqtida Ibrohim: Parvardigorim, o'liklarni qandoq tirildirganligingni menga ko'rsatgin, dedi. Allah: o'liklarni tirildirolmaydiganligimga ishondingmi, dedi. İbrahim: ishondim, lekin ko'nglim texmi qaror topsin uchun ko'rishni tilayman, dedi. Allah aytdi: qushdan to'tni og'in, ularni o'zanga to'plag'in, ya'ni ularni pochilab go'shtlari bilan paylarini orlashtirg'in. Ondan her bir taqqa ulardan bir bölgini qo'yg'in. Ondan ularni chaqirg'in. Sening oldinga ular chopsan keladi. Bilginki Allah g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Allah'ның yo'lida pul milini sarf qilganlarning sarf qilgan narsasi yerga terilib, 7 boshaq chiqargan. Her boshqida 100 don tutgan bir donga o'xshaydi. Allah xohlagan bandasiga aslab savob berdi. Ularning marhamati cheklik emas, kengdir. Allah mal sarf qiluvchining niyatini bilguchidir. Pul milini Allah yo'lida sarf qiladigan, orqasidan uningga minnat qilmaydigan va xayr saxovatiga erishganlarni ranjitmaydigan kishilar Parvardigorining dargohida savob topadi. Ularga qiyomat kuni qo'rqinish va g'am qayg'u bo'lmaydi. Yaxshi so'z va kechirish keyin aziyat yetkazadigan sadiqadan afzaldir. Allah bandalarning sadiqasidan behojatdir, halimdir. Ya'ni amriga xiloflik qilganlarni jazolashga oldirab ketmaydi. Ey mo'minlar, pul milini kishilarga ko'rsatish uchun sarf qiladigan, Allah'a ve ahiret günüge iman keltirmeydiğen kişinin qilgan amelini bekar qilib etganiga o'xshash, bergan sadiqanglarni minnat qilish va aziyat yetkazish bilan bekar qilib etmanglar. Bundaq pul milini boshqalarga ko'rsatish uchun sarf qiladigan odam xuddi ustiga to'pchang qo'nib qolgan qattiq yomg'irdan keyin yuyilib burunqidek bo'lib qolgan siliq toshga o'xshaydi. Ular qilgan amallari uchun oxiratda hech qanday savobga ega bo'lolmaydi. Allah kofir qavmni hidoyat qilmaydi. Mollarini Allohning roziligini tilash va nafslarini sadiqa ihsonga odatlantirish yuzidan sarf qildiganlar egizlikka joylashgan qattiq yomg'irdan bahramon bo'lsa, mevasi 2 hassa ko'p bo'ladigan, qattiq yomg'irdan bahramon bo'lmasa, shabnam bilanmi qonadigan, ya'ni qaysi holda bo'lsin meva beradigan bir boqqa o'xshaydi. Demak, bunda xayr saxovatlik odam meli ko'p bo'lsa, ko'pga yarasha, oz bo'lsa, ozga yarasha berdi. Allah qilgan amalinglarni ko'rib turg'uchidir. Oranglarda kimmi yoqtirsinki, uning xo'rmilik
üzümlük, ostidan eriqlar iqib turadigan meyvelerning hamma xillari bo'lgan bir beg'i bo'lsin. Uning o'zi qerib qolgan, bollari ushshoq bo'lib, bu bog' o't elib kelgan bir qora bo'ronga kuyib ketsin. Bir qora bo'ronda kuyib ketsin. Sizlarning o'ylanishinglar uchun Alloh sizlarga oyatlarini shundoq go'zal misol bilan bayon qiladi. Ya'ni pul milini riyo uchun sarf qilgan yoki boshqalarga ranjitish, minnat qilish bilan sarf qilgan odam savobini eng muhtoj turug'liq yo'qitib qo'ygan bo'ladi. Ey mo'minlar, sizlar erishgan narsalarning va biz sizlarga zimindan chiqarib bergan narsalar, ya'ni oshliqlar, mevalarning yaxshilaridan sadaqa qilinglar. O'zinglarmi faqat ko'zinglarni yumib turib, oladigan nacharlarni ilg'ab sadaqa qilmanglar. Bilinglarki, Alloh bundaq sadaqanglardan behojatdir. Hamdiga loyiqdir. Shayton sizlarni peqirliqdan qo'rqitadi. Yomon ishlarga, ya'ni bexillikqa, zakat bermaslikka buyuruydi. Alloh sizlarga o'z mag'firatini va fazlini va'da qiladi. Allohning marhamati kengdir. U hammani bilib turg'uchidir. Hikmatni, ya'ni yaxshi amalga yetaklaydigan foydali ilmni xohlagan bandasiga ato qiladi. Hikmat ato qilingan odamga ko'p yaxshilik ato qilingan bo'ladi. Faqat aqlli odamlarla buningdan pand nasihat oladi. Nimani xayr ihson qilmanglar yoki Allohning yo'lida nimani va'da qilmanglar, Alloh uni haqiqatan bilib turadi. Zalimlar, ya'ni zakatni ma'ni qiluvchilar yoki pul milini gunoh ishlarga sarf qiluvchilarga hech qanday madadkor chiqmaydi. Sadiqani oshkor bersanglar, bu yaxshidir. Agar uni maxfiy bersanglar va yo'qsullarga bersanglar, texmi yaxshidir. Bu sizlarning ba'zi gunohlaringlarga kaforat qiladi. Kaforat bo'ladi. Alloh sizlarning qilgan amalinglardan xabardordir. Ey Muhammad, ularni hidoyat qilish sening mas'uliyating emas. Sana topshirilgan vazifa faqat kishilarga Allohning vahiyini yetkazishdir. Lekin Alloh xohlagan bandasini hidoyat qiladi. Meninglardan nimani xayr ihson qilmanglar, u o'zinglarning foydasi uchundir. Sizlar faqat Allohning roziligi uchunla xayr ihson qilsizlar. Ya'ni xayr ihsoninglar uchun Allohning roziligidan boshqani ko'zda tutmanglar. Meninglardan nimani xayr ihson qilmanglar, sizlarga uning savobi to'liq beriladi. Sizlarga zulm qilinmaydi. Ya'ni qilgan yaxshi amalinglarning savobi kemaytilmaydi. O'zini Alloh yo'liga otgan, tirikchilik qilish uchun yiroq joylarga borolmaydigan yo'qsullarga xayr ihson qilinishi kerak. Ahvolni uqmaganlar, ularning narsa tilmaganliklariga qarab, ularni boy deb gumon qiladi. Ularning chiroyidan taniysan. Ular kishilarga choplashib bilib, tilamchilik qilmaydi. Meninglardan nimani xayr ihson qilmanglar, Alloh haqiqatan uni bilguchidir. Mollarini kech kunduz, ya'ni hamma vaqt yo'shurun va oshkor yo'sinda xayr ihson qildiganlar Parvardigorning dargohida savob topadi. Ularga oxiratda qo'rqinish va g'am qo'yg'u bo'lmaydi. Jazona o'sim yegan odamlar qiyomat kuni go'zlaridan jin chepilib qolgan sarong odamlardek qopadi. Bu shuning uchunki ular Alloh harom qilgan ishni halol bilib, savdo setiq jazoniga o'xshash, jazoni nimishqa harom bo'ladi dedi. Alloh savdo setiqni halol qildi. Jazonini badalsiz bo'lganligi shaxsga va jamiyatga ziyonliq bo'lganligi uchun harom qildi. Kimki Parvardigori tarafidan vaz nasihat kelgandan keyin, ya'ni jazona ma'ni qilingandan keyin uningdan yonsa,
burun oyog'ini o'zining bo'ladi. Uning ishi Allohga topshiriladi. Ya'ni Alloh xolisa uni kechiradi. Xolisa jazolaydi. Qayta jazoni qilganlar ahli do'zax bo'lib, do'zaxda mangu qoladi. Alloh jazonining barkatini o'chirib etadi. Sadiqining barkatini ziyoda qiladi. Alloh har bir noshukr, ya'ni jazoni halol sanag'uchi gunohkorni do'st tutmaydi. İman etgan, yaxshi amallarni qilgan, namoz o'qigan, zakot bergan kishilar Parvardigorning dargohida cho'ng savobga erishadi. Ularda oxiratda qo'rqinish va g'am qayg'u bo'lmaydi. Ey iman etgan kishilar, haqiqiy mo'min bo'lsanglar, Allohning amriga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Kishilarning zimmasida qilib qolgan jazoni, ya'ni o'simni olmanglar. Agar undaq qilsanglar, bilinglarki, Alloh va uning rasuli sizlarga urush e'lon qiladi. Agar jazoni qilishdan tavba qilsanglar, qarz bergan sarmoyanglar o'zinglarga qaytadi. Boshqalarni ziyon tatqizmaysizlar. O'zinglarmi ziyon tatmaysizlar. Agar qarzdorning qo'li qisqa bo'lsa, uning holi yaxshilang'icha kutinglar. Agar xayrlik ish ekanligini bilsanglar, qiyinchilikda qolgan qarzdordan oladigan qarzni uningga sadiqa qilib berayotganinglar sizlar uchun texmi yaxshidir. Sizlar Allohning dargohiga qaytirilsizlar. Ondan har kishi qilgan yaxshi yomon amalning natijasini to'liq ko'radi. Ularga zulm qilinmaydi. Ya'ni yaxshi amali kamaytirilib, yomon amali ko'paytirilmaydi. Ey mo'minlar, muddat belgilab o'zaro qarz berishsanglar, uni hujjat qilib yozib qo'yinglar. Oranglardagi xat biladigan kishi uni kam ziyoda qilmay odillik bilan yozsin. Xat biladigan kishi Alloh uningga bildirgandek to'g'rilik bilan yozishni rad qilmasin. U yozsin. Zimmisida boshqalarning haqqi bo'lgan odam yozadigan kishiga aytib bersin. Qarzdor Parvardigori Allohdan qo'rqsin. Qarz olgan narsadan hech nimani kamaytib etmasin. Agar qarz olguchi odam ahmaq, ya'ni xudbin, aqlsiz, isrofxo'r yoki ojiz, ya'ni kichik bola yoki bakmi qiyri bo'lsa, yoki gap qilolmasligi, go'chiligi, kekashligi tufaylidan o'zi aytib beremisa, uning ishlarini boshqaruvchi odam odillik bilan aytib bersin. Sizlar er kishinglardan 2 kishini guvohlikqa taklif qilinglar. Agar 2 er kishi yo'q bo'lsa, sizlar adolatiga, diyonatiga rozi bo'ladigan kishilardan bir er, 2 ayolni guvohlikqa taklif qilinglar. Bu 2 ayolning birisi unutib qolsa, ikkinchisi esiga soladi. Guvohchilar guvohlikqa chaqirilgan vaqtida guvoh bo'lishdan bosh tortmasin. Qarz mayli oz bo'lsin, mayli ko'p bo'lsin, uni qaytarish vaqti bilan qo'shib yezishdan erinmanglar. Uni qaytarish vaqti bilan qo'shib yezishdan erinmanglar. Allohning nazarida, ya'ni hukmida bu eng odillik va eng isbotliqdir. Ya'ni guvohlikning unutilmasligini eng isbotlag'uchidir. Gumonlanmasliginglarga eng yaqindir. Lekin oranglarda qilishgan qo'lma-qo'l sodida hujjat yozmasanglarmi hech gunoh bo'lmaydi. O'zaro savdo qilishgan vaqtinglarda guvohchi taklif qilinglar. Putukchigimi, guvohchigimi ziyon yetkazilmasin. Agar ziyon yetkazsanglar, gunoh o'tkazgan bo'lsizlar. Allohning amriga va nahyisiga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Alloh sizlarga o'rgatadi. Ya'ni sizlarga ikkili dunyoda foydali bo'lgan ilmni berdi. Alloh hamma narsani bilguchidir. Alloh hamma narsani bilguchidir. Agar sizlar safar ustida bo'lib, xat yozadigan odamni topolmasanglar,
bu çağda qarz hücceti yezip berishning o'rniga göre qo'ydigan narsani topshirsanglar bo'ladi. Oranglarda biringlarga ishinib omonat qo'ysa, u chaqda omonatni olg'uchi odam omonatni topshirsin. Ya'ni qarz berguchi qarz olg'uchiga ishinib, uningdan bir narsani ko'ra olmasa, qarzdor qarzni deyishgan vaqtida qaytirsin. Qarzdor omonatga rioya qilishda Parvardigordan qo'rqsin. Guvohlikni yo'shirmanglar. Kimki uni yo'shirdigan, haqiqatan uning dili gunohkor bo'ladi. Allah qilmishinglarni tamoman bilguchidir. Osmonlardagi, zimindagi shaylar igdorchilik qilish jihatdan bo'lsin, tasarruf qilish jihatdan bo'lsin, Allohning ilkididir. Dilinglardagi yomonlikni mayli oshkor qilinglar, mayli yo'shiringlar, uning uchun Allah sizlardan hisob oladi. Allah xohlagan kishiga mag'firat qiladi, xohlagan kishiga azob qiladi. Allah hamma narsaga qodirdir. Allah hamma narsaga qodirdir. Payg'ambar Parvardigori tarafidan uningga nozil qilingan kitobga iymon keltirdi. Mo'minlarmo iymon keltirdi. Ularning hammasi Allohga va Allohning farishtalariga, kitoblarga va payg'ambarlarga iymon keltirdi. Ular Allohning payg'ambarlarining hech birini o'yirib etmaymiz. Ya'ni ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisiga iymon etmay qolmaymiz deydi. Ular biz Davudni angladik va amringga itoat qildik. Parvardigorimiz, mag'firatingni tilaymiz. Oxir yonadigan joyimiz sening dargoyingdir deydi. Allah hech kimni toqati yetmaydigan ishqa taklif qilmaydi. Kishining qilgan yaxshiligining savobi o'zigadir. Yomonligining jazosimi o'zigadir. Ular Parvardigorimiz, agar biz unutsak yoki xatolashsak, ya'ni biz unutish yoki savanlik sababidan amringni to'liq o'rinlayolmasak, bizni jazoga tortmagin. Parvardigorimiz, bizdan ilgarigilarga yukligininga o'xshash bizga og'ir yuk yuklamagin. Ya'ni bizni qiyin ishlarga taklif qilmagin. Parvardigorimiz, kuchimiz yetmaydigan narsani bizga ortmagin. Bizni kechirgin. Bizga mag'firat qilgin. Bizga rahim qilgin. Sen bizning egimizsan. Kofir qavmga qarshi bizga yordam bergin deydi. Sura Al-Imron. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif, lam, mim. Allah'tan başqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah hamisha tirikdir. Mahluqatni idora qilib turg'uchidir. Ey Muhammad, o'zdan ilgirki kitoblarni tasdiq qilg'uchi haq kitobni, ya'ni Qur'onni Allah sana nozil qildi. Ilgari kishilarga yo'l ko'rsatguchi qilib Tavrat bilan Injilni nozil qilgan edi. Haq bilan botilni ayirg'uchi kitobni, ya'ni barliq samoviy kitoblarni nozil qildi. Shubhisizki Allohning oyatlarini inkor qilganlar oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Allah g'olibdir. Yomonlarni jazolag'uchidir. Shubhisizki osmon va zimindagi hech narsa Allohga maxfiy emas. U sizlarni bachidonlarda, ya'ni onanglarning qo'sqidagi chig'inlarda o'zi xohlagan shaklga kirgizadi. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah g'olibdir. Hikmat bilan ish qiluvchidir. Ey Muhammad, u Allah sana kitobni, ya'ni Qur'onni nozil qildi. Uningda mahkam, ya'ni ma'nisi ochiq oyatlar borki, ular kitobning, ya'ni butun Qur'onning asosidir.
Yana boshqa mutashabbih. Mutashabbih, ya'ni ma'nosi muayyan emas oyatlar bordir. Dillarida agrilik bor, ya'ni gumrohlikqa moyil kishilar fitna qo'zg'ash va o'z ro'yi bo'yicha ma'no berish uchun mutashabih oyatlarga ergishadi. Ya'ni mutashabih oyatlarni o'z nafsi xohishi bo'yicha tushundiradi. Bundaq oyatlarning haqiqiy ma'nosini faqat Alloh biladi. Ilmda to'shqanlar aytadi. Uningga ishondik. Hammasi Parvardigorimiz tarafidan nozil bo'lgan. Buni faqat aql egilirlar tushunadi. Parvardigorimiz bizni hidoyat qilgandan keyin dillarimizni to'g'ri yo'ldan burib etmagin. Bizga dargohingdan rahmat beg'ishlagin. Shubhisizki sen bandalaringga Ota'larni bakmu beg'ishlag'uchisan. Bakmu beg'ishlag'uchisan. Parvardigorimiz shubhisizki kelishi shaksiz bo'lgan kunda, ya'ni hisob elinadigan qiyomat kunida kishilarni to'plag'uchisan. Shubhisizki Alloh va'dasiga xiloflik qilmaydi. Kofirlarning mollari, bolalari Allohning azobi oldida haqiqatan hech narsaga dol bo'lolmaydi. Ular, ya'ni kuffarlar, do'zaxning yiqilg'usidir. Bu kuffarlarning holi Fir'avn tavalarining va ulardan ilgirgilarning holiga o'xshaydi. Ular bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqardi. Gunohi tufaylidan Alloh ularni jazoladi. Allohning jazosi qattiqdir. Ey Muhammad, kofirlarga aytqinki, sizlar dunyoda mag'lub qilinsizlar va oxiratda jahannamga to'plansizlar. Jahannam nima degan yomon to'shak? Ey Yahudilar jamoasi, Badrda jang uchun uchrashgan ikki guruhda sizlar uchun ibrat bor. Biri Alloh yo'lida urushayotgan guruhdir. Yana biri musulmonlarni sonini o'zirdek ikki barobar ochiq ko'rgan kofirlar guruhidir. Ya'ni Alloh kofirlarga qo'rqinish selish bilan ularni urushdan qo'l yig'dirish uchun kofirlarga musulmonlarning sonini jiq ko'rsatdi. Alloh xohlagan kishiga yordam berib qo'llaydi. Buningda haqiqatan aql egalari uchun ibrat bor. Oyallar, o'g'illar, oltin kumushdan to'plangan ko'p mollar, org'imoqlar, chorvalar va ekinlardan iborat ko'ngil tortilgan narsalarning muhabbati insonlarga chiroyli ko'rsatildi. Ular dunyo tirikchiligida manfaatlanadigan, baqosi yo'q shaylardir. Allohning dargohida bo'lsa qaytadigan go'zal joy, ya'ni jannat bordir. Shuning uchun boshqaga emas, jannatga qiziqish kerak. Ey Muhammad, qavmingga aytqinki, sizlar ulardanmi, ya'ni dunyoning zibu zinnatlari va ne'matlaridanmi yaxshi bo'lgan narsalarni aytib beraymi? Aytqinki, sizlarga ulardanmi, ya'ni dunyoning zibu zinnatlari va ne'matlaridanmi yaxshi bo'lgan narsalarni aytib beraymi? Taqvodorlar uchun Parvardigori huzurida ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlar bo'lib, ular jannatlarda mangu qoladi. Jannatlarda pok jubtalar bor. Taqvodorlar uchun, ya'ni Allohning razosi bor. Alloh bandalarini, ya'ni ularning hamma ishlarini ko'rib turg'uchidir. Ular, ya'ni taqvodorlar. Parvardigorimiz, biz shubhisiz iymon etdik. Bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin. Bizni do'zax azobidan saqlagin deydi. Ular, ya'ni taqvodorlar, sabr qilguvchilardir, rostchilardir, Allohga itoat qilguvchilardir, yaxshilik yo'llariga pul mollarini sarf qilguvchilardir va saharlarda istig'for etquchilardir. Alloh adolatni barpo qilgan holda guvohlik berdiki,
Onundan başqa heç məbud bərhaq yoxdur. Pəriştilərmi, ilim əhllərimi şundaq guvalıq bədi. Onundan başqa heç məbud bərhaq yoxdur. O g'olibdir, hikmet bilan ish qilg'uchidir. Haqiqatan Allohning nazarida maqbul din islom dinidir. Haqiqatan Allohning nazarida maqbul din islom dinidir. Kitap berilganlar, ya'ni Yahudilar va Nasoralar faqat o'zlariga ilm kelgandan keyinla o'zaro hasad qilishib, ixtilof qilishdi. Ya'ni islomning haqligini, Muhammad alayhissalomning payg'ambarligini ro'shan faktlar orqali bilib turib, ko'rolmaslikdan inkor qilishdi. Kimki Allohning oyatlarini inkor qiladi ekan, Alloh uni yaqinda jazolaydi. Alloh tez hisob og'uchidir. Ey Muhammad, agar ular sen bilan din borasida munozirlashsa, Mana əgəşkənlər bilən birlikdə mən özəmni Allah'a tapşırdım, yəni Allah'ın əmrlərinə boysunğucumuz degin. Kitap berilgənlərə, yəni Yahudilar və Nasaralarga və ümmilərə, yəni Ərəb müşriklərə musulman boldunlarmı degin. Əgər ular musulman bolsa, toğru yol tapqan boludu. Əgər ular yüz örüsə, sana heç zeyni yox. Senin faqat təbliğ qilish məsuliyyətin var. Allah bəndələrini, yəni həmmə əhvalını görüb turğucudur. Allah'ın ayətlərini inkar qıldığanlar, peyğəmbərlərini nahaq öldürdüğanlar, kişilərin içindəki adalətkə buyuruyduğanlar, yəni Allah'a dəvət qılğucularını öldürdüğanlarga çoxum qattiq azab bilan xush xabar bergin. Ana şularning dunyo va oxiratdagi amallari bekor bo'ladi. Ularga hech yordam qilguvchi yo'qdir. Kitobdan nasibi berilganlar, ya'ni Yahudilarning o'limalarini ko'mdingmi? Ular o'z orasida da'talash qilishgan ishlar to'g'risida Allohning kitobi bo'yicha hukm chiqarishga chaqirilsa, ularning bir turkumi buningdan, ya'ni Allah'ın hükmini qabul qilishdan yüz örüydü. Ular haqdan yüz örgüçülərdir. Yani haqdan yüz örüş ularning tabiatiga singib ketgan. Bu ularning do'zax o'ti bizni sanoqliq kunlarla, ya'ni mo'zayga cho'qingan 40 kunlik vaqtlar ko'ydirdi deganliklari va diniy jihatda o'ydirib chiqargan narsalarning o'zlarini oldiganligi uchundir. Kelişi şəksiz bolğan gündə, yəni qiyamət günüdə ularni toplayımız. Hər bir kişinin qılğan işinin cəzası və mükafatı toluq berildiğan, ularga azabını ziyoda qilib etiş yoki savabını kemaytib etiş bilan zulm qilinmaydigan shu chaqda ularning holi qandaq bo'ladi? Aytqinki, podshohlikning egisi bo'lgan, ey Alloh, xohlagan odamga podshohlikni bersan, xohlagan odamdan podshohlikni tortib olasan, xohlagan odamni aziz qilasan, xohlagan odamni xor qilasan. Hamma yaxshilikning xazinasi yolg'iz sening qo'lingdadir. Sen haqiqatan hammaga qodirsan. Kechini kunduzga kirgizsan, kunduzni kechiga kirgizsan. Şunun bilan kech kunduzning uzun qisqa bo'lishi fasllar bo'yicha navbatlashib turadi. Jonliqni, ya'ni tirik bo'lgan insonni, hayvonni jonsizdan, ya'ni jonsiz bo'lgan obi ma'nidan chiqarsan. Jonsizni, ya'ni jonsiz bo'lgan obi ma'nini jonliqdan, ya'ni jonliq bo'lgan insondan, hayvondan chiqarsan. Özən xohlagan kişiga hisobsiz rizq bersan. Möminlərni qo'yib, kofirlarni do'st tutmasin. Kimki shunda qiladi ekan, u Allohning do'stligiga erisholmaydi. Ulardan qo'rqib, do'stlik izhor qilishinglar buningdan mustasno. Alloh sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Oxir qaytadigan joy Allohning dargohidir. Aytqinki, dilinglardagini
Mayli yo'shirunglar, mayli oshkorlanglar, Allah uni bilib turadi. Allah osmonlardagi va zimindagi narsalarni bilib turadi. Allah har narsaga qodirdir. U kunda, ya'ni qiyomat kunida har odamning qilgan yaxshi ishlari, yomon ishlari o'zining oldida oyon bo'ladi. Ular yomon ishlarini ko'maslikni, o'zi bilan yomon ishlarining orasida mashriq bilan mag'ribning orasidek uzun musofa bo'lishini orzu qiladi. Allah sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Allah bandalariga mehribondir. Ey Muhammad, ularga aytqinki, agar sizlar Allohni do'st tutsanglar, menga ergishinglarki, Allah sizlarni do'st tutadi. O'tganki gunohinglarni mag'firat qiladi. Allah nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Aytqinki, Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar. Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar. Agar ular itoat qilishdan yuz o'rsa, Allah kofirlarni, ya'ni Allohning oyatlarini inkor qilganlarni do'st tutmaydi. Allah haqiqatan Odamni, Nuhni, Ibrohim avlodini, Imron avlodini payg'ambarlikka tanlab, ularni o'zining zamonidagi jahon ahlidan ortiq qildi. U avlodlar bir-biri bilan qondoshdir. Allah bandalarning so'zlarini anglab turg'uchidir. Bandalarning niyatlarini bilib turg'uchidir. O'z vaqtida Imronning ayoli aytdiki: Parvardigorim, men qo'rsog'imdagi farzandimni dunyo ishlaridan ozod qilingan holda cho'qim sening xizmatingga otidim. Bu nazramni qabul qilgin. Sen haqiqatan duoyimni anglab turg'uchisan. Niyetimni bilib turg'uchisan. U qiz tuqqan vaqtida: "Ey Parvardigorim, qiz tug'dim" dedi. Uning nima tuqqanligini Allah obdan biladi. U talab qilgan o'g'il ota qilingan qizga o'xshash emas, balki bu qiz ortiqdir. Imronning ayoli aytdiki: "Men uni Maryam otadim. Men haqiqatan uning uchun, uning avlodlari uchun sana sig'inib, qo'g'landi shaytondan panoh tilayman." Uni Parvardigori chiroyliqcha qabul qildi. Uni obdan o'stirdi. Uningga Zakariyoni kepil qildi. Ya'ni uning xizmatini qilishga Zakariyoni qo'ydi. Zakariya har qatim uning ibodatgohiga uni ko'rgili kirsa, uning yonida biror yemaklik uchirtadi. U: "Ey Maryam, bu sana qayadan keldi?" dedi. Maryam: "U Alloh tarafidan keldi" dedi. Allah haqiqatan xohlagan odamga japa mushaqqatsizlar hisobsiz rizq berdi. Shu vaqtda, ya'ni Maryamning karomatini ko'rgan chog'da Zakariya Parvardigorga duo qilib: "Ey Parvardigorim, menga o'z dargohingdan bir yaxshi farzand ato qilgin. Haqiqatan duoni eshitguchisan" dedi. U ibodatgohida namoz o'qiyotganda farishtalar uningga: "Sana Allohning kalimasi, ya'ni Isoni tasdiq qiluvchi Sayyid, parhezkor va yaxshilardan bo'lgan Yahyo ismli bir payg'ambar bilan xush xabar berdi" deb nido qildi. U: "Parvardigorim, men qirib qolgan tursam, oyalim tug'utdan qolgan tursa, qandaqmi mening o'g'lim bo'lsin" dedi. Farishtalar: "Alloh shuningdek xolig'ini qiladi, ya'ni qudrati ilohiya hech narsadan ojiz emas" dedi. U: "Parvardigorim, menga oyalimning homildor bo'lganligiga bir nishona ato qilgin" dedi. Allah: "Sana bo'ladigan nishoni shuki, 3 kungacha kishilarga so'z qilolmaysan. Ya'ni zikri tasbih etishdan boshqa so'zga tiling kelmaydi"
ya'ni zikri tasbih aytishdan boshqa so'zga tiling kelmaydi. Faqat ishoratli qilasan. Nimatimga shukr qilish yuzidan Parvardigoringni ko'p yod et. Kashda atdiganda tasbih et dedi. Farishtalar aytdi: "Ey Maryam, Allah haqiqatan seni bütün ayollar ichidan tanladi. Seni pok qildi. Seni bütün jahon ayollaridan ortiq qildi. Ey Maryam, Parvardigoringga itoat qil, sajda qil va ruku qiluvchilar bilan birga ruku qil." Ey Muhammad, bu sana vahiy qilayotganimiz g'ayib xabarlardandir. Maryamni ularning qaysisi tarbiyasiga elish masalasida chak tashlash yuzidan qalamlarini suvga tashlagan chog'da sen ularning yanida yo'q eding. Maryamning kimning tarbiyasida bo'lishini o'zaro janjal qilishganlarida sen ularning yanida yo'q eding. O'z vaqtida farishtalar aytdi: "Ey Maryam, Allah sana otining vositasiz Allah'ның bir kelimesi din törelgen bir boğaq bilen xush xabar berdi ki onun ismi Mesih Meryem oğlu İsa'dır. O dünya ve ahirette obroyluk ve Allah'a yıkılladım boludu." O böşüktümü, yani boğaqlık çığıdımı, o'ttir yosh bo'lgandimi kishilarga payg'ambarlarning so'zini so'zlaydi va taqvodorlikda komil yaxshi odamlardan bo'ladi. Maryam: "Parvardigorim, menga insonning qo'li tegmagan tursa, ya'ni erlik bo'lmasam, qandoq bolam bo'ladi?" dedi. Farishta: "Allah xolig'ini shundoq yoritdi, ya'ni ota-ona orqaliqmi ve uningsizmi yoritildi. Birer ishning bo'lishini idora qilsa, vujudga kel deydi-da, vujudga keladi" dedi. Allah uningga xatni, hikmatni, ya'ni so'z harakatda to'g'ri bo'lishni, Tavratni, Injilni o'rgatdi. Uni Bani Isroilga payg'ambar qilib avatdi. U deydi: "Şübhəsizki sizlarga men Rabbinglar tarafidan bo'lgan payg'ambarlikimning rostligini ko'rsatadigan bir mo'jiza olib keldim. Men sizlarga loydin qushning shaklidek bir narsa yasayman. Ondan uningga pulaymanda Allah'ning izni bilan u qush bo'ladi. Tug'ma ko'rni, baras kesilni soqaytiman. Allah'ning izni bilan o'liklarni tirildirman. Sizlar yeydigan va uyinglarda saqlaydigan yemakliklardan xabar beraman. Ya'ni sizlarning yoshirin ahvolinglarni aytib beralayman. Şübhəsizki agar sizlar Allah'ning mo'jizalariga ishonguchi bo'lsanglar, buningda, ya'ni men keltirgan mo'jizalarda sizlar uchun albatta mening rostligimni ko'rsatadigan ro'shan alomat bor. Men ilgari kelgan Tavratni tasdiq qilgan holda keldim. Sizlarga harom qilingan ba'zi narsalarni halol qilish uchun keldim. Men sizlarga Parvardigoringlar tarafidan dalil olib keldim. Allah'tan qo'rqinglar va mening amrimga itoat qilinglar. Allah haqiqatan mening Parvardigorimdir. Sizlarningmi Parvardigoringlardir. Uningga ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir. İsa ularni, ya'ni Yahudilardan kufrida ching turib, uni o'ldirish niyatiga kelganligini sezgan chog'da Allah uchun Allohga da'vat qilish yo'lida menga kimlar yordam berdi dedi. Havariylar, ya'ni uning tavalaridan haqiqiy mo'minlar aytdi: Allah uchun sana biz yordam beramiz. Allahga iymon etdik. Guvoh bo'g'inki biz payg'ambarligingga bo'ysunguchilarmiz. Parvardigorimiz, sen nozil qilgan kitobga ishondik.
payg'ambarga ergashdi. Bizni hidoyatingga shohid bo'lganlar qatorida qilgin. Ular mikr ishlatdi. Ya'ni İsa alayhissalomni o'ldirmoqchi bo'ldi. Allah ularning mikrini berbat qildi. İsa alayhissalomni qutqizib osmonga elib chiqib ketdi. Allah mikr qiluvchilarning jazosini obdan berguchidir. Öz vaqtida Allah aytdi: "Ey İsa, men seni ajling yetganda qabzi ruh qilaman. Seni dargohimga ko'tiraman, ya'ni osmonga ib chiqaman. Seni kofirlardan pok qilaman. Ya'ni seni o'ldirmoqchi bo'lgan yomonlarning sharridan saqlayman. Sana ergashganlarni qiyomatgacha kofirlardan ustun qilaman. Ondan mening dargohimga qaytisizlar. Sizlar ixtilof qilishgan ish, ya'ni İsa'ning ishi ustida oranglarda men hukm chiqaraman. Kofirlarga bo'lsa, dunyo va oxiratda qattiq azob qilaman. Ulardan Allohning azobini to'sadigan hech madadkor bo'lmaydi. İman etgan va yaxshi amal qilganlarga kelsak, Allah ularning qilgan yaxshi amallarining ajrini to'liq berdi. Allah zolimlarni do'st tutmaydi. Zolimlarni do'st tutmaydigan zot qandaqmi bandalariga zulm qilsin? Ey Muhammad, bu bo'lsa sana biz o'qib berayotgan oyatlardir va hikmatlik Qur'ondir. Shubhasizki Allohning nazarida İsa'ning misoli u otsiz yaratilganlikdan odamning, ya'ni Odam alayhissalomning misoliga o'xshaydi. Odamni Allah ota-onasiz tuproqdan yaratdi. Ondan uningga vujudga kel dedi-da, u vujudga keldi. İsa'ning ishi odamning ishidan ajablanarlik emas. İsa haqiqatdagi bu so'z Alloh tarafidan nozil bo'lgan haqiqatdir. Sen shak qiluvchilardan bo'lmagin. Sen İsa to'g'riliq haqiqiy ma'lumotga ega bo'lganingdan keyin kimlarki sen bilan munozirlashsa, sen ularga kelinglar, o'g'illarimizni va o'g'illaringlarni, ayollarimizni va ayollaringlarni, o'zlarimizni va o'zlaringlarni yig'ib Allohning la'nati yolg'onchilarga bo'lsin deb Allohga yolvorib duo qilayli degan. Shubhasizki bu albatta rost qissadir. Shubhasizki bu albatta rost qissadir. Bir Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Allah haqiqatan g'olibdir. Hikmat bilan ish qiluvchidir. Agar ular iymondan yuz o'risa, ular buzg'unchilardir. Shubhasizki Allah buzg'unchilarni bilib turadi. Ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasoralar faqat Allohga ibodat qilish, Allohga hech narsani sherik keltirmaslik, Allohni qo'yib bir-birimizni xudo qilolmaslikdek hammamizga o'rtaq bo'lgan bir so'zga, ya'ni bir xil aqidaga amal qilaydi degan. Agar ular yuz o'risa, ya'ni buni qabul qilmasa, ey Yahudilar va Nasoralar jamoasi, bizning musulmon ekanligimizga guvoh bo'linglar. Ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasoralar, nima uchun İbrahim to'g'risida munozirlasizlar? İbrahimni o'zinglarning dinida deb gumon qilasizlar. Halbuki Tavrat bilan İncil İbrahimdan keyin nozil bo'ldi. So'zinglarning asossiz ekanligini tushunmamsizlar? Ey Yahudilar va Nasoralar jamoasi, sizlar shundoq kishilarsizlarki, biladigan narsanglar İsa ustida munozirlashdinglar. Endi sizlar bilmaydigan narsanglar İbrahim va uning dini ustida nimishqa munozirlasizlar? İbrahimning ishidagi haqiqatni Alloh biladi. Sizlar bilmaysizlar, danglar. İbrahim Yahudiymi emas, Nasarami emas, va lekin to'g'ri dinga e'tiqod qiluvchi, Allohga bo'ysunuvchi edi. Mushriklardan emas edi.
İbrahimға әң yaqin болғанlar, şübhəsizki İbrahimның zamanında və onundan keyin onunğa, yəni onun yoluğa əgəşkənlərdir. Bu peyğəmbər, yəni Muhammed əleyhissalamdır. Bu peyğəmbərnin ümmeti bolğan möminlərdir. Allah möminlərning mədədkarıdır. Əhli kitabdan bir türküm kişilər sizlərni ozdurishni ümid qiladi. Ular faqat o'zlarini ozdurdi. Buning vabali ularga haslab, azab qilinish bilan o'zlariga qaytadi. Lekin ular buni tuymaydi. Ey ahli kitob, Allohning oyatlarini, ya'ni Muhammad alayhisalomga nozil qilingan Qur'onning haqligini bilib turib, nimishga inkor qilasizlar? Ey ahli kitob, nima uchun haqni botilga o'rlashtirsizlar va bilib turib, haqni, ya'ni Muhammad alayhisalomning kitoblaringlardagi sifatini yo'shirsizlar? Ahli kitobdan bir turkumi mo'minlarga nozil qilingan vahiyga atdiganda iymon etdinglar. Kashqurunliqi yeni bilinglar. Shundoq qilsanglar, ular iymondan qaytishi mumkin. Faqat sizlarning dininglarga agashganlarga ishoninglar dedi. Ey Muhammad, aytqinki, to'g'ri yo'l Allohning yo'lidir. Yahudilar bir-biriga aytadi. Birarsiga sizlarga berilganga o'xshash vahiy berilishdan yoki ularning, ya'ni musulmonlarning qiyomat kuni Parvardigoringlarning dargohida sizlar bilan munozirlashishidan, ya'ni munozirlashib sizlarni yengib qo'yishidan qo'rqib, faqat dininglarga agashgan odamga ishoninglar. Dininglarda bo'lmagan hech odamning payg'ambarligini e'tirof qilmanglar. Agar sizlar Muhammadning payg'ambarligini iqror qilib, uning diniga kirmasanglar, bu qiyomat kuni sizlarga qarshi pokit bo'ladi. Ey Muhammad, aytqinki, fazil karam, ya'ni payg'ambarlik Allohning ilkididir. Allah uni xohlagan kishiga berdi. Allohning fazli kengdir. Allah hammani bilguchidir. Allah rahmetini o'zi xohlagan kishiga xos qiladi. Allah ulug' fazil egasidir. Ahli kitobdan ba'zi kishilar borki, uningda ko'p mol omonat qo'ysangmi, sana uni qaytirib berdi. Ulardan yana ba'zi kishilarmi borki, uningda 1 dinar omonat qo'ysangmi, uning beshida turmog'icha, ya'ni qayta söylemigicha uni sana qaytirib bermaydi. Bu shuning uchunki ular ümmilarning meliga xiyonat qilsak, bizga gunoh bo'lmaydi. Ya'ni bizning dinimizda bo'lmaganlarning mollari bizga harom emas dedi. Ular bilib turib Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi. Undaq emas. Ya'ni ular boshqa dindikilarga zulm qilsa gunoh bo'ladi. Ahdiga vafo qilgan va gunohdan saqlanganlar Allah do'st tutgan kishilardir. Chunki Allah taqvodorlarni haqiqatan do'st tutadi. Allohga bergan ahdini va qasamlarini ozgina badalga tegishadiganlar oxiratda Allohning rahmetidan hech qanday nasibiga erishamaydi. Qiyomat kuni Allah ularni xush qiladigan so'z qilmaydi. Ularga rahmat ko'zi bilan qaramaydi. Ularni gunohlardan poklamaydi. Ular qattiq azobga qoladi. Ulardan, ya'ni Yahudilardan bir turkumi kitobda bo'lmagan narsalarni sizlarning kitobda borkan deb o'ylashinglar uchun tillarini agri-bugri qilib o'qiydi va uni Alloh tarafidan nozil bo'lgan deydi. Halbuki u Alloh tarafidan nozil bo'lgan emas. Ular bilib turib Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi. Allah birer insonga kitobni, hikmatni, payg'ambarlikni bergandan keyin uning kishilarga Allohni qo'yib, "Menga banda bo'linglar" deyishi loyiq bo'lmaydi. Ya'ni payg'ambardan mundaq gapning sodir bo'lishini tasavvur qilib bo'lmaydi. Va lekin u kitobni o'rgatganliginglar, o'qiganliginglar uchun Rabbana bo'linglar deydi. Shuningdek,
uning farishtalarni, payg'ambarlarni rab qilishga buyurishi loyiq bo'lmaydi. Musulmon bo'g'ninglardan keyin payg'ambaringlar sizlarni kufriga buyurumdi. O'z vaqtida Allah payg'ambarlardan chin ahd elib, sizlarga men kitobni va hikmatni ato qildim. Keyin sizlardagi narsalarni, ya'ni kitob bilan hikmatni e'tirof qiluvchi bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom kelsa, uningga albatta iymon etishinglar kerak va uningga albatta yordam berishinglar kerak dedi. Allah bu ahdini iqror, ya'ni e'tirof qildinglarmi? Yana bu ish uchun mening ahdimni qabul qildinglarmi? dedi. Ular e'tirof qildik dedi. Allah o'zinglarning va tavallikinglarning e'tirof qilganligiga guvoh bo'linglar. Men sizlar bilan billa guvoh bo'g'uvchilardandurman dedi. Kimki shuningdan keyin yuz o'rsa, ya'ni ahdini buzsa, ular Allohning itoatidan chiqquchilardir. Ular, ya'ni Yahudilar va Nasoralar Allohning dinidan, ya'ni islom dinidan boshqa dinni tilamdi. Halbuki osmonlardagilar va zimindagilar ixtiyoriy va ixtiyorsiz ravishda Allohga bo'ysungan tursa, ular qiyomat kuni Alloh tarafiga qaytariladi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, biz Allohga iymon etdik. Bizga nozil qilinganga, ya'ni Qur'onga, Ibrohimga, Ismoilga, Ishoqqa, Yaqubqa va uning avlodlariga nozil qilingan vahiyga, Musaga berilganga, ya'ni Tavratga, Isoga berilganga, ya'ni Injilga va payg'ambarlarga Parvardigori tarafidan berilganga, ya'ni kitoblarga iymon etdik. Ularning hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisini inkor qilmaymiz. Biz Allohga bo'ysunuvchilarmiz. Kimki islom dinidan g'ayri dinni tilaydigan, hargiz u, ya'ni uning dini qabul qilinmaydi. U oxiratda ziyon tortquchidir. Iymon etgandan keyin payg'ambarning haq ekanligiga shahid bo'lgandan va o'zlariga ro'shan dalillar kelgandan keyin kofir bo'lgan qavmni Alloh qandoqmi hidoyat qilsin? Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Allohning farishtalarining va insonlarning hammasining la'natiga uchrash ularga berilgan jazodir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Ulardan azob yengiltilmaydi, kechiktirilmaydi. Faqat tavba qilganlar va buzuq amallarini tuzatganlar buningdan mustasno. Allah mundaqlarga mag'firat qiluvchidir va mehribondir. Shubhisizki, iymon etgandan keyin kofir bo'lganlar, ondan kufrini texmi oshirganlarning tavbasi hargizmi qabul qilinmaydi. Ani shular gumrohlardir. Shubhisizki, kofir bo'lib tavba qilmasdan kufri bilan o'lganlarning hech biridan yer yuziga bir keladigan oltin fidya bazmi qabul qilinmaydi. Ani shular qattiq azobga qoladi. Ularni Allohning azobidan qutuldiradigan hech bir madadkor bo'lmaydi.